Assalomu alaykum. Ana, kelishda yaxshi chiroyli gaplashishadi. Yaxshimisiz? Juda yaxshi. Nima mendan xafa bo'lib oldingiz? Xafa bo'ldim sizdan. Nimaga? Yo'q, xotiningizni bunday ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Vo, taqsi ko'rsatmaysizmi xotiningizni? Ko'rsatmadi. Shuning meni xotinim sizdan rashk qilyapti. Meni Ey, muqaring. Sizdaqa yoqimtoyi yo'q. Malika xola, futbolkasini ko'ring. boshqa alishib qopti. O'qiychi nima debdi? Unaqa Chinnahmet. O'qishtirmayapti. Nahmet bo'ldi endi. Ey, Malika xola, Qaraysiz. uyingiz lola bo'lib Lola bo'lib ketdi. ketdi. Uylar Malika xola. Uyingiz Men chiroylig'im bu. Xudo xolasa buni keyin aytamiz endi Vohidjon. Qalaysiz Vohidjon? Oho, uylar bitibdi mana uylar. Uylar bitta. Naveslar, to'liq bo'ldi. Mana, oho. Xabarlar mana aka. Mana Malika xolaning BMWsi. Mashina hammasi do'koni bor, tovar. Olib kelib, do'kondan borib 5 so'm, 1000 so'm qo'yib sotib shu ro'zg'orni qora qozonni qaynatadi. gilamimizni ko'ringlar. Oho. Uyingiz vashti go'zal bo'lib ketibdi-yu, ha? Aka, Qarang. mana gilam, Mana gilam kerak mana. Oho. Xudoyim beramasa hech gap emas aka. Bu xonani mana yaltiraqlargacha mana. Oho. Kiring aka. Qaraylar, yechamiz mana endi. Qarang, bismillahirrohmanirrohim. Endi bu Malika xola, bu gilamni kim olib kelib berdi? Kim qaysi qiz? Nima, otini bilmayman. Pardachi qizmi? Pardachi qiz. Oti nima edi? Voy. Ana o'tinlar. Voy, duo qiling. Yangilamlarda. Amin. Omonligini bersin bizdan. Amin. Ro'ya hojilarga borib kelaylik, sizlarni bizni qatorda sizlar ham boringlar. Amin. Yaxshi sog' salomat yuringlar. Allohu akbar. Voy, kuyov bola uylar tayyor, ha? Kuyov bola. Ha. Qarang, gilamlar zo'rni olib kelib beribdi-mi, ha? Malika xola. Mana uylar pataloylari bo'lgan. Endi Ha? Malika xolam to'g'ri chipcha bir narsalardan qarz olib qolgan bo'lsak ham, Malika xolam boy xotin endi mana uylar chiroyli bo'ldi. Kelaxonalar. Mana do'stlar. Bu tomoni ham shuvalab bo'yalib bo'ldi. Naveslari chotki mana. Xudo xolasa. Uy tayyor mana. Xudo xolasa inshaalloh uy tayyor. Endi xonasiga joylashtiradi.